Aka bu g'unojni necha bo'lyapti ekan? 30 deyapsiz? 30 million so'm narx aytilayotgan ekan. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Vaqt yo'q ekan, necha savdo bo'ldi? Savdosi yo'q ekan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 19-iyul 2026-yil hafta kuniga yakshanba. Surxondaryo viloyati Boysun tumani, Boysun chorva mol bozoridamiz. Xudo xolasa bugun bozorda sotiladigan sog'in sigir, bunajam boqma ho'kiz, semiz ho'kiz, yosh ho'kizlardan ko'rsatamiz. Ma'lumotlarni berib boramiz. Xudo xolasa like bosib obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lib qo'yamiz. Like daymaymiz. Zog'li sigir. Aka necha bo'ldi ekan bu? 25 aytyapsiz. Savdosichi? 25 million so'm narxi aytilgan ekan. Bolasi ho'kizcha 21 million so'm savdosi bo'pti. Berilmoqda. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Bozorsi necha bo'lyapti aka? 15,5 bo'ldi. 15 million 500 ming so'm savdosi bo'pti. Bolasi urg'ochmi aka? Bolasi urg'och. Nechinchi bolasi? 9-chi bolasi. Gado. Haqiqat aytgan dehqonlarimiz ko'p, Xudoga shukr. Aka necha narx qo'yapsiz o'zingiz? Apa? 20 million so'm narx qo'yishdi akamiz. Necha pul qo'yib bozorlasiga? 21 million aytilyapti, savdosi bo'ldimi? 21 million so'm savdosi bo'pti, buzog'lasiga. Bolasi urg'och-a? Bolasi urg'och. Necha pul baho qo'yapsiz o'zdan? 26 million so'm narxi aytilgan ekan. Nechinchi bolasi bu? 5-6-chi bolasi ekan. Bu sigir necha pul bo'lyapti? 35 deyapsiz? Qancha? 28 million so'm savdosi bo'pti, 35 million so'm narxi aytilgan ekan. Bolasi ho'kizcha. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Suyagi yaxshi sigir ekan. Nechinchi bolasi? Aka necha pul savdo bo'lyapti bu? 30 millionga berilmayapti. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Bolasi ho'kizcha? Bolasi ho'kizcha 30 million so'mga berilmayapti. Nechta sutka nasib Xudo xolasa? So'magan ekanlar akamiz. Necha pul baho qo'yapsiz? 40 million so'm bahosi aytilyapti. Bu sigir kimdan ekan aka? Savdosi necha bo'lyapti? 55 savdo bo'lyapti aka. 55 million so'mga mana berilmagan ekan. Bolasi ho'kizcha. Aka nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Nechta sutka? 30 ta sutka 3-chi bolasi ekan. Bu baraka bo'ldimi aka? Necha pul ketdi? 26. Bolasi qani? 26 million so'mga. Baraka bo'pti, baraka bo'lgan joydan bolasi mana. Ola ho'kizcha. Hamda hasodan biz ko'p internetda ko'ramizda, mayda bo'lganda ko'ramiz. Mayda ekanda ko'rasiz? Ha, mana bunday raqam ostida salgina. Hasodansiz katta. Bo'ldi aka. Inobod qolamiz aka. Akamiz ta'kidlari inobod qolamiz. Endi bir xil sal katta ko'rinib deydi, bir xil mayda ko'rinib deydi. Aka necha bo'lyapti ekan bozorlisiga? 23,600 bo'ldi aka. 23 million 600 ga bermadingiz. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi 23 million 600 ga berilmabdi. Necha pul narx aytyapsiz? 25 million so'm
bahosini aytgan ekanlar. Bolasi urg'ochi. Aka buzorsiz necha bo'ldi ekan? 25 bo'ldi savdosi aka. 25 ga berilma. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi 25 million so'mga berilmoqda. Nech pul narx aytyapsiz aka? 26 million. 26 million so'm. Bahosini aytgan ekanlar. Olingan mollarni biling aka. Olingan mollarda? Qani aka olingan mollar? 18 million so'radingiz uni. 18 million so'raldi mana. Buzolisiga. Qaysilar olindi akajon? Mana oldim aka. 24 million. Mana ho'kiz buzoq bilan mana 24 million so'mga baraka bo'pti. 24. Bu aka nechinchi bolasi ekan? Ha, ikkinchi buzog'i 24 million so'mga baraka bo'pti mana. Buni nech pul oldingiz? Bu bo'g'ozmi aka? 16 million. 16 million nechinchi qoringa bu? Tug'an bir 2 tug'an bosh tug'an. Ha, 2 tug'anmi? 3 tuqqan ekan. Mana aka 16 million so'mga baraka qildilar. 21 million narga ho'kiz bo'ladi. Nariga olaman. Yo'q, Mana bu? 21 millionga? 21 millionga mana oldi. Bolasi o'kischa. Olingan biz o'siblar narxi. Gap yo'q mana akamizga. Gap yo'q. Barakasi bersin. Aka nechi bo'lyapti G'unojim? 20 deyapman. Savdochi? Savdo 15,5 ham bo'lyapti, 16 ham bo'lyapti. 20 million so'm narxi aytilyapti ekan. 16 million, 15 million 500 ming savdosi bo'lib turgan ekan. Yoshi qanday ekan buni? Yoshi? Yoshi 7 yetyapti. Yoshi 2 yoshga kirdi, to'g'rimi? 2 yoshga kirdi. Buzog'lisiga necha bo'lyapti aka? 30 deyapti. Savdosi-chi? 30 million so'm narx aytilyapti. Bolasi urg'ochi, ha? Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Savdosi yo'q ekan. Ya'ni ertalab hozir savdo jarayonlarini ham olamiz, xudo xolasa. Mana oldik mana. Aka nechi bo'lyapti? Nechi so'rayapsiz aka shuni? 9 million 400. 9 million 400. O'ting deyapman. Urg'ochi buzoq. Ha, 9,5 ga 100 ming o'rtada qolibdi. Qayerga 100 ming so'm so'ralayotgan ekan. Aka nechi bo'lyapti o'g'lon? Dabay? Savdosi nechi bo'ldi? 14 million 500. 14 million 500 ga berilmoqda semiz tana. Qo'qilgan tana. Nechi puldan bo'lyapti G'unojinlar? 14 million savdosi bo'ldimi? 11 yarim savdosi bo'ldi. Ha, 14 million so'm narxi aytilayotgan ekan. 11 million 500 ming so'm savdosi bo'ldi. Yering shu buzoq. Aka nechi so'rayapsiz? 12 million 600 ming. 12 million 600 ming so'mga berilmayapti. 12 million 600 ming so'mga mana urg'ochi olib berilmayotgan ekan. Aka nechi pul narx aytyapsiz o'zingiz? Yo'q, aytmayaptilar. Ha, ben aytmayaptilar, ha? 18 million. Sementalga gibridmi bu? Sementalga gibrid. Buzoqcha. Nechi pul ekan bu? Qani aka? 10,5 savdo bo'lyapti. 10,5 savdo bo'lyapti, berilmayapti. Nechi pul narx aytyapsiz? 12,5 bo'lsa 11 dan o'tsa beraman. 12 million 500 ming so'm narxi aytilgan ekan. 10,5 savdosi bo'pti. 11 dan oshsa baraka deyapti akamiz. Bo'ldimi ekan? Ha, bo'lyapti. Mana xudama bo'lashdan. Semiz mana. Nechi pul aka bu? 15 dedim, 12 ga
15 million deyapsiz. 12 million savdosi bo'ldi. 15 million so'm narxi aytilayotgan ekan, 12 million so'm savdosi bo'lib berilmoqda. Aka, Omar aka. Olmas kerakmi? Ha, bo'ldi. Olmas kerak akamiz, mayli. Iltimosingizni nima qilamiz aka? Aka, ho'kiz necha puldan bo'lyapti aka? Ho'kizdan necha puldan bo'lyapti aka? Aka 16 million so'mdan savdosi bo'lib ho'kizda berilmoqda. Yo'q, 19 ga. Necha pul savdo bo'lyapti aka? Ho'kiz aka? 15,5 ga bermayapti. 15 million 500 ga berilmayapti. Necha pul bo'lsa beraman deyaptilar. Bilmayman aka. 15 million 500 ga berilmagan ekan o'tishga. Aka necha bo'lyapti o'tishga? 18 deyapsizmi? Yo savdosimi? Ha, 18 million so'm narxi aytilgan ekan. 15 million 400 ming so'm savdosi bo'libdi. Endi akalar bizlarga ham oson emas, bozorda negativlar uchrab turadi. Biz omang deb shunga qaramasdan video qilishga harakat qilamiz akalar. Like bosib qo'yamiz shu arzimas mehnatimizga. Aka necha bo'lyapti bu qiz? 35 ga berilmadi. Yoshi qanday? Ha, 14 oylik 35 million so'mga berilmoqda. Necha pul narx aytyapsizlar? 40 million so'm narx aytilyapti. Qanchaga bordi? 35 millionga bordi. 35 millionga boribdi. Bo'ylari 1,5 kilometr bo'lsa kerak. Ha? Uzoq ekan. Mana o'kizlar. Aka endi qanday bo'lyapti narxi? Assalomu alaykum. Narxlar mana shular 15 dan deyapmiz. 15 million deyapsiz. Ha, aytilishi. Aytilishi. Narigi tomondagi 12 deyapmiz, maydaroq. Ular 17, 18 dan aytilishi. Aytilishi. Savdo ham bo'lyaptimi aka? Yo'q, savdo o'zicha yo'q. Hozircha endi ertalab savdo yo'q. 15 milliondan 17 million so'mgacha narx aytilgan ekan. Savdosi hozircha yo'q ekan. Endi bo'ladi, xolos ertalabdan video qilyapmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, Boysun Baraka Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppamizga qo'shilib olib, uylaringizda o'tirib bemalol chorva mollaringizni oldi sotishini amalga oshirishlaringiz mumkin. Taroziga mol bo'lyapti, olamiz akalar. Chalg'imaymiz. Tarozing o'lma. Qo'y, tosh. Tarozi qo'ylyapti, kilogrammini yozib ketamiz akalar. 66 ming so'm 3 kilo skitka. 66 ming so'm 3 kilo skitkaga baraka bo'ldi. Kilogramm. Ha aka. Aka bironta ko'rsin, jo'ra bo'lsa qarang. Yo'lma jo'ra qil aka. 5 kilolik. Bo'ldi, nol bo'ldi. 5 kilo. El ko'rsin aka, meni ko'rganmish. Beja. Bir 10 kilo qo'chama 500 dan deyman. Ha? Nechi? To'xtagani yo'q. Nechi bo'lyapti? 484 ga to'xta. Yondimi? Jo'ra qil bobo, hisobmi? 84. Hisobmi? Ha. Bo'ldi qizlar. 484 kilo 66 ming so'mdan baraka bo'ldi. 5 kilo skitga dedingiz aka? 84. 3 kilo skitga ekan. 3 kilo skitga. Voy, rozimisan? Gashtami? Gashtam. Do'lar.